Payday bu yuz orqali davomat platformasi. Paydayni siz savdo markazlarida, xususiy korxonalarda, ta'lim muassasalarida, klinikalarda xodimlarning davomati uchun foydalanishingiz mumkin. Dasturdan foydalanishni boshlaymiz. Dasturga kirish uchun bizda login parol yoki Google kerak bo'ladi. Men Google orqali kiraman. Biz o'z akkauntimizga kirganimizda bizga biriktirilgan firmalar haqida ma'lumotlar ko'rinadi. Masalan, bizda hozir firma Sirius firmasi bor. Sirius firmasining ishchilar soni 1 kishi ishda hozir. O'z vaqtida kelganlar yo'q, kechikkanlar bitta. Nofaol ishchilar hozircha yo'q. Bu oynada biz shu ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Pastki qismdagi paychartda esa mishkani boradigan bo'lsak, kechikkanlar soni bitta. Firmalar bo'limiga o'tsak, firmalar bo'limida bizga biriktirilgan firmalar ko'rinadi. Sirius degan firmaga kiramiz. Siriusning endi bizda filiallari. Filiallarga biz ish vaqtini belgilashimiz mumkin, soatbay narxni belgilashimiz mumkin va bu joyda xodimlar soni kelib chiqadi. Farg'ona filialiga kiraman. Menda hozir bitta ishchi bor. Kelinglar ishchi qo'shishni ko'ramiz. Ishchi qo'shamiz. Masalan, Sanjarbek. Sanjarbek degan ishchini qo'shdik. Uni xodim raqami 30. Biz buni Hikvision terminaliga kiritib qo'yishimiz kerak va shu orqali bizning dasturimizga ma'lumotlar kelib tushadi. Keldi, ketdi jarayonlari shu joyda ko'rinadi. Masalan, hozir men Islombekka kiraman. Islombekda ma'lumot bor. Mana ko'radigan bo'lsak, mana Islombek keldi. Har safar qanaqadir amaliyot bo'lganda, har bir amaliyotning rasmini shu joydan biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz to'liq sverkani ko'rishimiz mumkin shu joydan. Endi asosiy sahifaga o'tadigan bo'lsak, asosiy sahifada paychartimiz o'zgardi, ya'ni kechikkanlar soni bitta, kelmaganlar soni bitta. Biz hozir Sanjarbekni qo'shdik, Islombek kelgan, kechikib kelgan, Sanjarbek kelmagan. Yuqori qismda nofaol ishchilar bo'limini ko'radigan bo'lsak, bitta ishchi hozir yo'q deb ko'rsatyapti. Keyingi videomizda biz hozir kiritgan Sanjarbekni, Siriusning Farg'ona filialiga kiritgan Sanjarbekni Hikvision terminaliga kiritamiz.